Assalomu alaykum hammaga. Men bugun videoni Nilufar opa, o'zingiz darslar o'tyapsiz, nimalardir deyapsiz, o'zingiz hayotingizda nimalarni o'zgartirgansiz, nimalarga erishgansiz deganlar uchun yozyapman. Videoga hech qanaqa tayyorgarlik qilganim yo'q, hech narsani yozmadim. Ana eslab olishimiz kerak-ku, nimalar qilganman, nimalarga erishganman debchi, anaqa qilmadim. Bo'yanganim ham yo'q. O'qishda qanaqa bo'lsa, shunaqa bo'lsin. Xo'p. Psixologiyaga kirmasdan oldin men o'zim juda ham anaqa edim, nima deydi? Moddiyatga o'ch qiz bo'lganman juda ham. Tashqaridan u darajada ko'rinmasam, uni xohlardim. Zo'r bo'lishi, sentr vnimaniyada bo'lishi, boy bo'lishi, bir narsa tepada statusda bo'lishi xohlaganman har doim. Ana nafsim, egoim baland bo'lgan. Ham anaqaman, avgustda tug'ilganman, levman-ku. Levlarning qasdi bor. Lekin mashhur bo'lishlik men anaqamda bordi, xohishimda bordi. Bir shunaqaga, mana misol uchun hozir ish karyeramda bir shunaqaga mashhurlikka chiqayotgan bo'lsam, qarasam, negativlar bilan bo'ldi. Yo'q. Anaqa qilmayman, kerak emas, minusda ko'tarilish men kerak emas, plusda ketsin, o'zini yo'lida ketsin. Kichkinaligimdan bo'lganman, kichkinaligimdan anaqalarga, televizorlarga chiqqanman. Raqs gruppasida bo'lardik, anaqa nuqul syomka yurardik, bu yoqqa bordik. Kichkina qizman, kechasi soat 10da, 12da anaqadan kutib olishardi, avtobusda polni kichkina qizlarni olib kelishardi. Ota-onamga shunaqa qilishardi. Yuborishardi. Kechasilab syomkalarga ketardik. Shunaqa bo'lgan, shunaqa gruppada bo'lganman. Bitta biz bo'lganmiz, bizdan keyin bo'lib ketgan bog'chamizda. Xo'p. Men hayotimda kichkinaligimdan qanaqa qiz bo'lganman? Juda ham yopiq qiz bo'lganman, gapirmaydigan qiz bo'lganman, gapirishga juda ham qiynalganman. Fikrimni ifoda qilib berishga qiynalganman. Sentr vnimaniyada bo'lganman, lekin sentrdan vниманиyadan qochardim doim. Vнимание meni qanaqadir trevogaga solardi, uyat hissim bo'lgan. Buni hammanglar bilsanglar kerak. Korенной programmam anaqa bo'lgan, uyat bo'lgan. Hayotimdagi hamma vaziyatlar uyat ustiga qurilgan. Bunaqada vaziyatning orqasida ildiz bo'ladi. Ildiz har doim menda anaqa bo'lgan, uyat bo'lgan. Dedim yo'q deb o'ylardim. Gapirish bilmayman, gapira olmayman. O'rasa o'zimni ayblardim bular uchun ichimda. Maktab paytimda bilaman-da, nimadir fikr so'rashadi-yu, sizlardan bilasizlarmi, bizdanchi, dugonangiz so'rashi mumkin, qarindoshlaringiz. Men bimi deydi-ku. Men bu deyishga uyalardim. Vdrug yaxshi bo'lmay qolsa, vdrug anaqa nima deydi? Dedim yomonligini bilib qolishsa, ili vdrug fikrim noto'g'ri bo'lsa deb rosa gapirishdan qiynalardim. Judayam odamlarni meni haqimdagi мненияsi, fikri judayam важный bo'lgan ekan. Universitetga chiqqunimcha, universitet o'rtalarida ham bo'lgan, universitetda oxirlarida saqal ochilganman, baribirga ham bo'lgan. Hech qachon o'qituvchi bo'lmayman deganman. Maktab paytimda aytardim, hech qachon o'qituvchi bo'lmayman. Chunki onam o'qituvchi bo'lganlar. O'qituvchilikka qiyin deb o'ylardim-da. 6-7 sinflarimizdan eslayman, rosa o'qituvchilar ustidan izdevаться qilinardi. Bolalar, o'sha yomon payti bo'ladi, bolalarnichi. Ustidan kuladi, bir narsa qiladi. Men hech qachon o'qituvchi bo'lmayman dedim. Keyin shu bilan universitetga kiradigan bo'ldim. Universitetga bungacha universitetga kirib turmushga chiqquncha hech qanaqa anaqa yo'q, sabaraziya yo'q. Endi bizning paytda necha yil? O'sha 2003-yilda unaqa narsalar yo'q edi-da. Keyin nima dedim? Universitetga chiqdim. Universitetdan keyin gapim chalib ketdi. O'zim ustimda ishlamaganman. Короче, ungacha hech qanaqa menda anaqa razziya bo'lmagan. Universitetga kirishdan oldin birinchi psixologiyaga topshirganman. Rosa psixologiyaga xohlaganman. Ismi chiqib ketgan ekan, keyin shunday psixologiyaga topshirganman. Kira olmaganman. Keyingi yil onamlar aytganlarki, anaqaga muzikal fakultetga kirgan deganlar, keyin unaqadan yarim anaqa o'qish semestrdan seni bu yoqqa perevod qilib olamiz degan. Chunki psixologiya rosa potok ko'p edi-da.
keyin do'p kontraktga kirganman psixologiyaga. Men o'zimcha aytganman, anaqa balandi, yo'q men kontraktda o'qimayman, budjetga kiraman men o'zim deganman. Keyin shu bilan bo'ldim, anaqaga muzikalniga o'tdim, bo'ldi. Shu bilan psixologiya esimdan chiqib ketib qoldi. Lekin psixologiyaga qiziqishim meni nimadan boshlangan ekan? Gapirishda qiynalishimdan boshlangan ekan. 8-9-sinflarimda hozir eslayman, kichkinagina kitob anaqa javonim bo'lardi. To'la ichida Dale Carnegiening kitoblari bo'lardi. Notiqlik san'ati, ana edi, mana edi, bir bola rosa psixologik kitoblari bo'lardi. O'shalarni o'qigan ekanman. Keyin muzikaga kirdim. Muzikada anaqa bir yoqardi, bir yoqmaydi. 100% bilardim, men musiqa o'qituvchisi bo'lmayman. Qatdan ham kirdim, shuncha vaqtim o'tkazdim. Anaqa edi, manaqa edi dedim, universitet tugatdim. Tugatgandan keyin 1,5 yilcha o'qituvchi bo'lib ishladim. Bo'lib keyin ketdim, shu bilan turmushga chiqib ketdim, boshqa bo'ldi. Ishlamadim. Turmushga chiqishimdan oldin hamma kasbga anaqa kirib chiqqanman. Buxgalteriya, tikuvchilik, meditsina, pishiriqchilik, sartaroshlik, yana nima kasblar bor? Yana 3-4 ta kasb bor, xayolingizga keltirib ko'ringlar. O'shalarning hammasidan o'qib chiqqanman. Buxgalteriyada ham ishlab ko'rganman, 3-4 oy o'qiganman, kursda ishlamoqchi bo'lganman, yo'q. Meniki bo'lmagan. Men aytmoqchi bo'layotgan narsa, probovat qilishdan qo'rqmayman. Probovat qilishdan, tajriba olib ko'rishdan qo'rqmayman. Borib o'sha narsani qilib ko'rishdan qo'rqmayman. Vdrug o'xshamasa, vdrug bo'lmasa. O'xshamasa o'xshamagan bo'ladi. O'xshab ketsa o'xshab ketgan bo'ladi. O'xshamasa sizni tajribangiz bo'ladi. Shunaqa narsada men jasoratliman. Qilishdan, qilib ko'rishdan qo'rqmayman. Shu bilan hech qaysisi o'xshamagan, hech qaysisida qolmaganman. Bitta anaqaga menga yoqqan, anaqayda nima deydi? Parikmacherskiy bo'lgan, sochlarni bir narsalarni qilib, kanikullarimda 5-6 oy ishlab yurganman. Keyin turmushga chiqdim. Turmushga chiqqandan keyin haqiqiy meni anaqa nima deydi? Yo'lim boshlandi. Ana bidish bo'ladigan yo'llarim boshlandi. Aytmoqchi bo'lgan yana bitta narsa, mana bilasizlarmi, ko'pchilik aytadiki, turmush qurgandan keyin вообще men boshqa hayotga tushib qoldim. Umuman boshqa odam bo'lib qoldim. Umuman oilalarimiz to'g'ri kelmaydi. 90% odam aytadi. Bo'lish kerak, nima deydi? Oilaning qonun qoidasida shu narsa yozilgan. Biz shuning uchun turmushga chiqamiz. Ya'ni biz o'zimizni ziddi deydi-yu, qarshi tomonimizni teskari tarafimizni, ya'ni tangani teskari tarafini ko'rish uchun emas, oila turmush qurilgandan keyin shu narsa ko'riladi. Shu teskari tomon, har bitta insonni, har bitta narsani oldida bitta tarafi bor, ikkita tarafi bor. Biz anaqa qilguncha, turmushga chiqquncha yaxshi bitta tarafimizni ko'rib boramiz. Yoki bizning bolaligingizda yomon qiynalgan bo'lsangiz, bu yoqqa chiqsa teskari yaxshi bo'lib qolishi mumkin, iliyut. Umuman yaxshi tarafga o'zgarib qolishingiz mumkin, lekin bu kam ehtimolda. Ziddingizni ko'rishni boshlaysiz, ya'ni ichkaridagi yaxshi tomoningizni, plyus tarafingizni, yomon tarafini ko'rishni boshlaysiz. Men qanaqa bo'lganman? Gapira olmaganman, qattiq gapirsam qo'rqib ketardim, nimadir qilardim, bosiq, unda chetroqda yuradigan qiz bo'lgan bo'lsam ham, turmushga chiqqandan keyin ichimdan ajdaho chiqdi. Qilib rosa bo'lib ketdim, anaqa shallaqi, janjalkash, chunki mashina teskari tarafini men yashaganman-da. Shartdagi sразу javob bergan. Hech qachon javob bera olmaganman bu kimga. Sразу javob bera olmaganman. Nimadir bo'lgandan keyin, "Voy, men bunaqa desam bo'lardi, bunaqa demayman" deb o'tiradigan qiz bo'lganman-da. Keyin hayotim uchun kurash boshlandi. Ya'ni hayotim men o'ylagandek bo'lmadi. Turmush o'rtog'im men o'ylagandek emas edi. Hayotim men o'ylagandek emas edi. Hamma narsa men o'ylagandek emas edi. Katta ehtimol bilan bu hammada bo'ladi. Men o'ylagandek emas edim. Umuman boshqacha unaqa hayotga tushib qoldim. Umuman boshqacha oilaga tushib qoldim deymiz-ku. Men ham xuddi shunaqa deganman. Erkaklarda bo'lish kerak bo'lgan hamma yomon taraflar men erimda bo'lgan. Xotiramanglar. Ichish, urush, so'kish, yana nima bo'lishi mumkin? Mas'uliyatsizlik, pul topmaslik, bir narsa hamma yomon taraf meni erimda bo'lgan. Endi men endi terpetib qila olmaydigan narsam anaqa edi. Ichgan erkaklarda men erim ichardi. Shunaqangi men ichimda anaqa razdражение ko'tarilardi. Borgan sari 7-8 yil men anaqa ajrashaman deb
bunaqa qilganman. Ham yashayman, ham ajrashaman. Yashashim uchun qo'limdan kelgan hamma usillarni qilganman. Hamma nima qilish kerak bo'lsa, hamma usillarni qilganman. O'sha usillarni natijasi bo'lmagandan keyin ajrashaman deganman. Yana usillar qilganman, harakat qilganman, natija bo'lmagandan keyin ajrashaman deganman. Lekin 8 yil ajrasha olmadim. Lekin ungacha borgan sari turmush o'rtog'i anaqami erimmi ichishi ko'payib уже chidab bo'lmaydigan darajada bo'lib ketgan. Hamma narsa qilib ko'rdim. Keyin men kechalari polностью yig'lab chiqardimda. Anaqa qatardim. Allohim, nega? Mana shu savolga ko'p berardimda. Nega men hayotim unaqa chiroyli qiz bo'lsam, aqlli bo'lsam, qo'limdan hamma narsa kelsa, rostdan qo'limdan hamma narsa kelardi. Yo'dan bor qilardim. Anaqada ham nima deydi, uyda ham, bitda ham nimadir ish qilsam ham. Turmushga chiqqandan keyin salonga tushganman. Salonga ishlashga tushganman, vizajist bo'lganman. Vizajistda juda ham anaqa qo'lim guliydi, juda ham zo'r edi ishim. Ishimni ham yaxshi ko'rardim, ishimdan yaxshi pul ham topardim. Qo'lim guliydi, hamma narsadagi nega Xudoyim, anaqa isyon qiladigan tarafim shu. Nimaga meni hayotim shunaqa? Nimaga chiroyli edim, o'zimga qarardim, doim misol uchun oldin duxovniy tarafdan, ichkari tarafdan rivojlanmagan bo'lsam, tashqari tarafdan всегда men unaqa qilganman, o'zimga qaraganman, o'sha qilganman. O'zimni qo'yib yubormaganman-da. Bo'lgan shunaqa holat, lekin ko'p bo'lmaganda, doim anaqaga vnimaniyada bo'lardim har doim. Keyin isyon qilgan tarafim nimaga derdim. Chiroyli bo'lsam, bir narsa bo'lsam, hech narsani eplolmaydigan qizlar, o'ziga qaramaydigan, bir narsa qizlarning hayoti zo'r-ku, eri zo'r-ku, bir nima-ku derdim-da. Rosa isyon qilardim Xudoga. Anaqa. Hozir qizlar kelib mengacha deb, menga e'tibor bermaydi, telefon o'ynab o'tiradi, bir narsa qiladi, hech qayerga olib bormaydi, patarka bermaydi, bir narsa. Biz shunaqa ham demagan, men shunaqa ham demagan ekanman. E'tibor bir narsa vosh anaqada bo'lgan, juda ham sabrli bo'lgan. Onam ham aytadiki, juda sabrli bo'lgansan, lekin sen o'rningda men bo'lganda yasholmas edim. Katta narsadan o'tgansan deyiladi. Erkak kishini ayol kishiga qiladigan hurmatsizligi, qadrsizligini eng chuqurini yashaganman. Endi bu darajada sizlarga ochib bergim kelmayapti, lekin shunaqa bo'lgan, короче. Ochmay qo'yqolay. Uyat bir narsa uchun emas, просто turmush o'rtog'im ham yomonlamay, o'zimni ham bechara statusiga qo'ymay, shunaqa qadrsizlik